Assalomu alaykum hammaga. Bugun 21-may biz yo'lga chiqqanmiz. Hozir Sirdaryo viloyatida yo'l ustiga mana opamizning mashinasi ekan. Temperaturachi ayol kishi tushunib bu narsani qo'ydiryapti. Mana 83 gradus. Tavloda ham 83 gradus. Yo'l aka bugun 10-15 ta mashinadan sal ko'proq shu mashina bir qilib ketaveradi. Qolgan narsalar hammasi ishlaydi. Moyda foizlarini chiqarib berdik. Biriga bir ishlaydi gradus mana. O'chib ketmaydi, garantiya 100%. Narxi 200 ming so'm. 84. Hozir mostdan tushgan joyga chiqib turibmiz. Mana bu most. Pastga katta yangi mostdan tushgan joyga endi shundan nariyoqqa ketamiz, to'g'ri. Bemalol chiqib tursalaringiz bo'ladi. Video hozir qo'yiladi. Hozirda o'zida bemalol qildirib ketsalar, shu qilib naqsak bo'ladi chiqib tursalaringiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa yangiliklar, bunaqa yangilik hammasi o'zimizda akalar, bemalol telefon qilib chiqib tursalaringiz bo'ladi. Urdik, hammasi kompyuter orqali qilindi. Hech qanaqa sim ulanib narsa bo'lgani yo'q. Bemalol ishlatib yuraversa bo'ladi. Shuni gradusga qarab, 55 gradusda ertalab yaxshi qiziydi. 97 da ventilyator ishlab, 93 da o'chadi. 84 bo'ldi. Birga bir ishlaydi, hech qanaqa aldab muammo bo'lib qolmaydi. Videoni tanishtirishga so'rab shuni yuborib qo'yamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.